Shoshilinch xabar. Toshkentda ikkita uy yonib ketdi. Salom do'stlar, kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Barchani Xudoyim o'z panohida asrasin. Yong'in oqibatida tan jarohat olganlar to'g'risida ma'lumot kelib tushmagan. Joriy yilning 16-may kuni Toshkent shahri Sergeli tumanida ikkita uy yonib ketdi. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi ma'lum qildi. Qayd etilishicha, voqea soat 14:05 da Yuqori Darxon ko'chasida bir-biriga tutash bo'lgan. Ikkita uy yonib ketgan. Shunga ko'ra 6 ta yong'in qutqaruv ekipajlari soat 14:15 da voqea joyiga yetib borib, yong'in soat 14:52 da qurshab olingan va soat 15:13 da o'chirilgan. Yong'in oqibatida uyning taxminan 300 kvadrat metr maydoni, ichki va tom qismi yonib zararlangan. Yong'in oqibatida tan jarohat olganlar to'g'risida ma'lumot kelib tushmagan. Sizlarga bugun yetkazmoqchi bo'lgan xabarlar shu edi. Salomat bo'ling. Bizni kuzatishda davom eting.